Demak, bola 8 yosh bo'lyapti. Aqliy va nutqiy jihatdan orqada qolyapti. Ya'ni ta'lim o'zlashtira olmaslik. Haligidan doim aytganmiz, minimalniy mozgoviy disfunksiya bor, bosh miya faoliyati pastlashib, diqqat e'tibor yetishmasligi bor bolalarda. Misol uchun sho'x bola sindromi ham bor. Undan tashqari bolalarda kognitiv orqada qolishlar bor. Ya'ni darslarni o'zlashtira olmaslik bilan ketadigan narsa. Haligi sho'x bola sindromida bola sho'x bo'ladi, lekin diqqatni jamlab, qiziqtirib dars o'tsangiz, u bilim oladi. Farqlab olishimiz kerak. Kognitiv orqada qolayotgan bolalarda o'zi 100 marta bola xohlasa ham, lekin o'zlashtira olmaydi. Bu kichkintoyimiz shunaqa formada ketayotgan bola hisoblanadi. Ya'ni katta bola tili nima bo'ldi, erkalikka yo'ydik. Oxiri yana nima bo'lmadi, logopedga bordik, rossa logopedga qatnadik. Bo'lmadi, endi qishda dadasi shekka olib keldi. Harfda mana A desiz A deydi, ichidagi yana esdan chiqib qoldi. Keyin shekka qatnadik dekabrda, muolajalarni oldik, ashunaki harf tanib o'qidi-da bola. Hozir o'qiydi-yu, tezda sharillab o'qib ketolmaydi, lekin o'qiyapti. Oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, 8 yoshli bolangizda o'sha 5,5-6 yoshlarga fikrlash darajasida yuribmiz. Oddiy sizga mana misol, yoshligida bola yig'ladi deylik, chaqaloqligida yoki nimadir sabab bilan nevropatologga olib chiqdingizda, yig'lalar kamayib qoldi. Bo'ldi, yaxshi bo'ladi, to'xtatib qo'yasizlar. Ba'zilar yurmay qoladi, 1 yoshda hammani bolasi yursa, bizning bolamiz yurmay qolyapti deb unga olib chiqishadi. Yoki hammani bolasi gapirsa, bizniki gapirmayapti deb 4-5 yoshda olib keladi. Yoki mana sizlarga o'xshab hammani bolasi yaxshi o'qiyapti, bizniki yaxshi o'qimayapti deb 7-8 yoshda olib kelinyapti. Asoratlar davrida kelib qolyapsizlar-da. Bolaga tashxis qo'yildimi, oxirigacha davolatib olinglar. Juda ham yengil sabablar bo'ladi-da, shu bartaraf qilinsa 5-6 oy davomida nazoratga olib, balki o'tib ketardi.